Bundan tepasiga ham chiqarib yuboraymi? Mana ikki o'tirsam bo'lar ekanda. Hovliga kartoshka, so'zi, piyoz ekishni davri o'tdi. Hozir hamma hovliga gazon va landshaft dizayn qiladigan davrga keldik. Ya'ni umumiy qilib aytganda yashil zona. Guliston shahrida Vali Gulchi nomi bilan tanilgan guruh bilan birga mana shu xonadonimizga yashil zona qilishga kelganmiz. Hozir bir chekkadan tanishamiz. Qisqacha qilib aytganda, ushbu ko'rib turgan manzaralarni mana shu holatdan mana shu holatga olib keldik. Tanishinglar, Vali Gulchi tashkilotining boshqaruvchisi Otabek. Do'st, qisqacha faoliyat bilan tanishtirasiz. Mening ismim Otabek. Biz 20 yildan beri gulchilik, ko'chatchilik va landshaft dizayn bilan shug'ullanib kelamiz. Faoliyatinglar faqat uy bilan bog'liqmi? Faqat uylarni shu landshaft dizayni bilan shug'ullanasizlarmi? Yo'q, nafaqat uy, tashkilot, korxona, ishxona va hozirgi kunda onlayn birjada ham savdo qilib xizmat ko'rsatamiz. Kim o'zini xonadonida, korxona yoki tashkilotida xuddi mana shunday landshaft dizayn qildirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz va Instagram profillarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin.